mana bugun biz navbatdagi mijozimizni VB'larni bilgani keldik. Xudo xolasa mana holatlarni ko'rib turibsizlar. Bu yerda dog'lar bor. Berilishi dastlabki bosqichimiz birinchi suv sepib olamiz. Suvdan keyingi jarayon ximikat bilan. Ximikat faqat Turkiya mahsulotlari hisoblanadi. Kimyoviy vositamiz sepilgandan keyingi jarayonimiz mahsulot yordamida ishlov beriladi. Kuzatib olasizlar. Xo'sh, undan keyingi jarayonimiz sanitariya apparatimizda berilgan kimyoviy moddalarni chaqib, tagida qoldiq suvlarni tortib oladigan apparatni endi ishga tushiramiz. Ozgina joyda men bir marta tortib ko'rsatib berdim sizlarga. Natijani ko'rishingiz mumkin. Yuvilgan hali tortilmagan joyi bu mana tortilgan joyi. Ko'rib turganlaringiz modellar eski holati bilan hozirgi holatni solishtirishimiz mumkin. Yaqin olib kelasiz temperatur. Mana materiallar ko'rdinglar. Bu matoyimiz tovlanadigan mato hisoblanadi mana. Taraladi. Imkoniyat darajasida iloji olmasi buni uddalaydi.